Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun men siz bilan juda muhim va ko'pchiligimizni birdek qiziqtiradigan, ehtimol hattoki tashvishga soladigan bir mavzu haqida so'zlashmoqchiman. Gap shundaki, agar siz doimiy butmurahna yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, demak bugungi suhbat aynan siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Men sizga oyma-oy to'lanadigan pensiyangizda yuz berishi mumkin bo'lgan to'rtta muhim o'sish haqida batafsil ma'lumot bermoqchiman. Bu shunchaki bir xabar emas, balki shaxsiy moliyaviy ahvolingizga bevosita ta'sir qiladigan haqiqiy imkoniyatlar kalitidir. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan tinglang va bu qimmatli ma'lumotni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Bu siz uchun kichik bir harakat, ammo biz uchun juda katta motivatsiya. Muammoning mohiyati va o'zgarishlar nimadan iborat? Oldinlari pensiya tizimi biroz boshqacha edi. Pensiya miqdorlari asosan ma'lum bir belgilangan formulalar asosida hisoblanar va ularning o'sishi ko'pincha yiliga bir yoki ikki marotaba hukumatning alohida farmonlari bilan amalga oshirilardi. Ba'zida bu o'sishlar inflyatsiya sur'atlaridan ortda qolib ketar, pensionerlarning xarid qobiliyatini pasaytirar edi. Bu esa ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqardi, chunki kundalik ehtiyojlar, dori-darmon, oziq-ovqat narxlari doimiy ravishda oshib borardi. Pensiya esa o'sha uzoq muddat o'zgarishsiz qolib ketishi mumkin edi. Natijada pensionerlar ijtimoiy himoyaning eng zaif qatlami bo'lib qolar, ularning turmush darajasi doimiy xavf ostida turar edi. Bugun esa vaziyat o'zgardi. Hukumat ijtimoiy siyosatda yanada faol pozitsiyani egalladi va pensionerlarning moliyaviy ahvolini yaxshilashga qaratilgan qator yangiliklarni joriy etdi. Gap nafaqat bir martalik o'sishlar haqida ketmoqda, balki muntazam ravishda pensiyalarni qayta hisoblash va ularni turli omillar asosida oshirish mekhanizmlari joriy etilganligi haqida. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi pensionerlarning xarid qobiliyatini saqlab qolish, ularning hayot sifatini ta'minlash va qadrli keksalarimizga munosib keksalikni garovlashdir. 2020-yilgacha pensiyaga chiqqanlar uchun bu o'zgarishlar ayniqsa muhimdir. Chunki ular yangi tizimga o'tish davrida qo'shimcha imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, ularning pensiyalari nafaqat inflyatsiya darajasiga mos ravishda indeksatsiyalanadi, balki ba'zi hollarda iqtisodiy o'sish va boshqa ijtimoiy dasturlar doirasida ham qo'shimcha o'sishlarga ega bo'lishi mumkin. Ya'ni endi pensiya miqdori shunchaki bir qog'ozda qolgan raqam emas, balki jonli, o'zgaruvchan va aholining ijtimoiy iqtisodiy sharoitlariga moslashuvchan mexanizmga aylangan. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kimlar tashvishlanishi kerak, kimlar esa yo'q. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Oylik pensiyangizda yuz berishi mumkin bo'lgan to'rtta asosiy o'sish turini birma-bir ko'rib chiqamiz. Bu sizning har bir oyda qo'lingizga tegadigan pul miqdoriga bevosita ta'sir qiladi va uning barqarorligini ta'minlaydi. Birinchi o'sish turi yillik inflyatsiya indeksatsiyasi. Bu eng asosiy va eng muhim o'sishlardan biridir. Bilasizki, narx navo doimiy ravishda o'zgarib turadi, ya'ni inflyatsiya mavjud. Pulning qadri va xarid qobiliyati vaqt o'tishi bilan pasayadi. Shu sababli hukumat har yili pensiyalarni inflyatsiya darajasiga mos ravishda indeksatsiyalaydi. Bu shuni anglatadiki, sizning pensiyangizning real qiymati, ya'ni unga sotib olish mumkin bo'lgan tovar va xizmatlar miqdori kamaymasligi kerak. Ushbu indeksatsiya odatda yilning boshida yoki ikkinchi chorakda amalga oshiriladi. Uning hajmi mamlakatdagi rasmiy inflyatsiya ko'rsatkichlariga, ba'zan esa byudjet imkoniyatlariga qarab belgilanadi. Misol uchun, tasavvur qiling, bu virukshona 2020-yilda pensiyaga chiqqan. Uning pensiyasi o'shanda 500 so'm edi. Agar o'tgan yili inflyatsiya darajasi 100% ni tashkil etgan bo'lsa, bu degani bu yil uning pensiyasi kamida 100% ga oshirilishi kerak. Ya'ni yatmam payhand hin so'mning pak tab %i. Bamin pinta hina so'm. Shunday qilib, rukshona buvining pensiyasi idealon na ushon temel hiyan so'mga aylanadi. Bu o'sish har oyda amalga oshiriladigan to'lovga qo'shiladi va u yil davomida har oy shu miqdorda pensiya oladi. Bu indeksatsiya avtomatik tarzda hech qanday qo'shimcha ariza yoki hujjatlarsiz amalga oshiriladi. Bu aynan oylik o'sishlardan biri, chunki u bir marta ko'paytirilsa, keyin har oy ushbu oshirilgan miqdor to'lanadi. Ikkinchi o'sish turi. Eng kam iste'mol xarajatlari yoki
minimal iste'mol savati miqdorining oshishi, vaqti bilan hukumat enkam iste'mol xarajatlari yoki minimal iste'mol savati miqdorini qayta ko'rib chiqadi va oshiradi. Bu ko'rsatkich aholining eng kam daromadli qatlamlari, jumladan pensionerlar uchun zarur bo'lgan minimal turmush darajasini belgilaydi. Agar bu ko'rsatkich oshirilsa, minimal pensiya miqdorlari ham shunga mos ravishda ko'tariladi. Bu ayniqsa enkam pensiya oluvchi shaxslar uchun katta ahamiyatga ega. Misol uchun, Bobo Ahmad uzoq yillar qishloq xo'jaligida ishlagan va uning pensiyasi o'rtachadan biroz pastroq. Aytaylik, watta, tuhanta, fin, so'm. Agar hukumat yangi qaror bilan minimal iste'mol savati miqdorini oshirib, shu asosda minimal pensiya miqdorini battu 300 vina so'm etib belgilasa, Ahmad Boboning pensiyasi avtomatik ravishda bunton sobam kananga dat oshyaradi. Endi u har oy yado chinnat menda so'm olaradi. Bu ham oylik oshishga kiradi, chunki bir marta oshirilgandan so'ng keyingi oylarda ham ushbu yangi yuqori miqdor to'lanadi. Bu oshish ham qoida tariqasida avtomatik amalga oshiriladi. Uchinchi oshish turi, hukumatning alohida qarorlari va farmonlari bilan amalga oshiriladigan maqsadli oshishlar. Ba'zan umumiy indeksatsiya va minimal miqdorlarning oshishidan tashqari, hukumat alohida toifadagi fuqarolar yoki barcha pensionerlar uchun maqsadli oshishlarni e'lon qilishi mumkin. Bu ko'pincha davlat bayramlari, muhim sanalar yoki iqtisodiyotdagi ijobiy o'zgarishlar munosabati bilan amalga oshiriladi. Masalan, kassalatimatta kasara kasa keksalaroi bichi din yoki bendi jib tachit taptranya kam vab tak ili çarpat çiptati kabi tadbirlar doirasida qo'shimcha mablag'lar ajratilishi mumkin. Misol uchun, opajon Fatima urqatla alalati Fatima urush faksrisi pensiyasi dohiran hidan so'm. Hukumat alohida qaror bilan urush faksrilari va ularga tenglashtirilgan shaxslarning pensiyalariga 5% qo'shimcha ustama to'lashni joriy qildi. Bu degani Fatima opaning pensiyasi dovin so'mga yana so'mgan indi fasto di ye. So'm qo'shiladi va utim yo'lvin so'moladi. Bu oshish ham doimiy tus oladi va har oyda amalga oshiriladi. Bu turdagi oshishlar ko'pincha avtomatik tarzda hisoblanadi. Biroq ayrim hollarda alohida toifa uchun aniqlik kiritish talab etilishi mumkin. To'rtinchi oshish turi, mehnat staji yoki pensiya hisoblashdagi satolarni tuzatish natijasidagi qayta hisoblashlar. Ba'zida pensiya tayinlashda yoki uning miqdorini hisoblashda ba'zi satolar arayüz biberilishi mumkin. Bu inson omili hujjatlardagi kamchiliklar yoki qonunchilikdagi o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar sizning mehnat stajingiz to'liq hisobga olinmagan bo'lsa yoki pensiya uchun muhim bo'lgan, boshqa ma'lumotlar e'tibordan chetda qolgan bo'lsa, siz pensiyangizni qayta hisoblashni so'rab murojaat qilishingiz mumkin. Agar qayta hisoblash natijasida pensiya miqdori oshirilsa, bu ham sizning oylik daromadingizda to'miya o'sishni anglatadi. Misol uchun, Maftuna sola 1960 yildan 95 yilgacha bog'chada tarbiyatchi bo'lib ishlagan, lekin pensiya tayinlashda 1990 yildan 1990 yilgacha bo'lgan staji noto'g'ri hisoblangan. U bu haqda pensiya jamg'armasiga murojaat qiladi, qo'shimcha hujjatlarni taqdim etadi. Qayta hisoblash natijasida uning pensiyasi aytaylik 1.700.000 so'mdan 1.250.000 so'mga ko'tariladi. Bu 150.000 so'mlik oshish doimiy bo'lib, Maftuna sola uni har oyda oladi. Bu albatta oylik oshishga kiradi, chunki u bir marta tuzatilgandan so'ng keyingi oylarda ham yangi yuqori miqdor to'lanadi. Bu holatda sizning shaxsiy aralashuvingiz talab etiladi. Kimlar tashvishlanishi kerak? Aslida tashvishlanish emas, balki bu imkoniyatlardan sabardor bo'lish va ulardan foydalanishga intilish kerak. Eng avvalo, o'z pensiya hujjatlarini oksirigacha ko'rib chiqmaganlar, pensiya tayinlanishida satolik bo'lishi mumkin deb gumon qiluvchilar, shuningdek davlatning ijtimoiy dasturlaridan beksabar qolishni istamaydigan har bir pensiya oluvchi fuqaro diqqatli bo'lishi shart. Agar siz pensiyangiz miqdori har oy qanday o'zgarib borayotganini
kime neler tashvishlanishi shart emas. Aslida hech kim tashvishlanishi shart emas, chunki tibbiy o'zgarishlar faqat ijobiy tomonga. Agar siz pensiya tizimiga to'liq ishonchingiz bo'lsa va pensiya jamg'armasi barcha indeksatsiyalar va o'sishlarni avtomatik ravishda to'g'ri hisoblab pensiyangizga qo'shayotganiga amin bo'lsangiz, shunchaki har oyda o'z bank hisobingizga tushadigan mablag'ni tekshirib borishingiz kifoya. Biroq men baribir hammaga o'zgina bo'lsa ham hushyor bo'lishni maslahat beraman. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday qonunchilik va tizimda bo'lgani kabi pensiya o'shishlari bilan bog'liq ba'zi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar ham mavjud. Ularni bilish sizni keraksiz savotirlardan himoya qiladi va huquqlaringizni to'liqroq yo'lga chiqarishga yordam beradi. Birinchidan, ishlayotgan pensionerlar bilan bog'liq nuanslar. Ba'zi mamlakatlarda ishlayotgan pensionerlar uchun pensiya indeksatsiyasi cheklanishi yoki umuman qo'llanilmasligi mumkin. Bu ular ish haqi olgani uchun hukumat ularga qo'shimcha ijtimoiy yordamni kamaytirishi bilan bog'liq. Hozirda bizning mamlakatimizda bunday cheklovlar bekor qilingan. Ya'ni ishlayotgan pensionerlar ham pensiya o'shishlaridan to'liq foydalanadi. Biroq bu qoidalar kelajakda o'zgarishi mumkinligini yodda tutish kerak. Shuning uchun agar siz pensiyada bo'lsangiz va ishlasangiz, tegishli qonun hujjatlaridagi o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borishingiz muhim. Masalan, agar siz 2023 yilda pensiyaga chiqdingiz va 2024 yilda ham ishni davom ettirsangiz, sizning pensiyangiz ham inflyatsiya bo'yicha o'sishi kerak. Ammo agar kelajakda qonun o'zgarsa va ishlaydigan pensionerlarga indeksatsiya qo'llanilmasa, siz uchun bu o'shishlar amalga oshirilmaydi. Ikkinchidan, ba'zi maxsus turdagi pensiyalar, masalan, imtiyozli pensiyalar, nogironlik pensiyalari yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyalari umumiy qoidalardan biroz farqli ravishda hisoblanishi mumkin. Ularning o'sish mexanizmi alohida qonun hujjatlari bilan tartibga solinadi. Shu sababli agar siz bunday pensiya oluvchilar toifasiga kirsangiz, o'zingizning pensiya turi uchun belgilangan aniq qoidalarni pensiya jamg'armasidan so'rab olishingiz lozim. Misol uchun, nogironlik pensiyasi oluvchi Shavkat aka uchun umumiy pensiya indeksatsiyasidan tashqari nogironlik bilan bog'liq ijtimoiy to'lovlar ham oshirilishi mumkin. Ammo agar bu o'zgarishlarni e'tiborsiz qoldirsangiz, ehtimol sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlardan bexabar qolishingiz mumkin. Uchinchidan, rasmiy ma'lumot manbalarini kuzatish muhimligi. Internetda pensiya o'shishlari haqida juda ko'plab noto'g'ri yoki chalg'ituvchi ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Har doim ishonchli manbalardan, ya'ni pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining normativ huquqiy hujjatlar portali yoki boshqa rasmiy davlat organlarining e'lonlaridan foydalaning. Noto'g'ri ma'lumotga ishonib, siz keraksiz harakatlar qilishingiz yoki aksincha, o'zingizga tegishli bo'lgan huquqlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Masalan, agar sizga pensiyalar 50% ga oshdi, faqat bizning saytimizda ro'yxatdan o'ting degan xabar kelsa, bunga ishonmang. Bunday xabarlar ko'pincha firibgarlik bo'lishi mumkin. To'rtinchidan, tuzoqlar. Ba'zida pensiya jamg'armasi xodimlari orasida pensiya hisoblashda xatolar yoki noto'g'ri ma'lumotlar tufayli pensiyaning noto'g'ri hisoblanishi holatlari uchraydi. Bu qasddan qilingan xato emas, balki shunchaki inson omili sababli yuz berishi mumkin. Agar siz pensiyangiz miqdoridan shubhalansangiz, uni mustaqil ravishda qayta hisoblashni so'rashdan tortinmang. Ko'pincha bu holatlarda pensiya jamg'armasiga murojaat qilgan kundan boshlab emas, balki xatolik yuzaga kelgan kundan boshlab qayta hisoblanadi. Misol uchun, agar sizning mehnat daftarchangizdagi biror yozuv noto'g'ri qilgan bo'lsa va bu sizning pensiyangizni kamaytirgan bo'lsa, siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilib
ushbu satoni tuzattirishingiz va pensiyangizni to'g'ri miqdorga keltirishingiz mumkin. 5-dan hujjatlar bilan bog'liq muammolar. Pensiya tayinlashda yoki uni qayta hisoblashda eng ko'p uchraydigan muammolardan biri. Bu hujjatlarning yetishmasligi yoki ularning noto'g'ri rasmiylashtirilganligi. Masalan, mehnat staji to'g'risidagi ma'lumotlar yetarli bo'lmasligi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarning yo'qligi. Bunday vaziyatlarda pensiya jamg'armasi sizdan qo'shimcha hujjatlarni so'rashi mumkin. Agar siz ularni taqdim eta olmasangiz, pensiya hisob-kitobi sizning foydangizga bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun pensiyaga chiqishdan oldin yoki pensiyada bo'la turib ham barcha tegishli hujjatlaringizni tartibga solib qo'yishingiz juda muhimdir. Agar sizning stajingizda uzilishlar bo'lsa yoki ba'zi korksonalar yopilib ketgan bo'lsa, arxivlardan ma'lumotlarni topish uchun oldindan harakat qilishingiz kerak. 6-dan pensiya yoshining o'zgarishi. Ba'zida pensiya yoshi qonuniy ravishda o'zgarishi mumkin. Bu ham o'ziga xusus nuans hisoblanadi. Agar siz 2024 yilgacha pensiyaga chiqqan bo'lsangiz, sizni bevosita tashvishlantirmasligi mumkin, lekin kelajakdagi siyosatning o'zgarishini bilib borish zarar qilmaydi. Pensiya yoshining o'zgarishi kelajakda pensiya tizimiga kiruvchilar uchun muhimroq bo'ladi. 7-dan pensiyani qayta hisoblash muddati. Pensiyani qayta hisoblash uchun ariza topshirganingizdan so'ng pensiya jamg'armasi ma'lum bir muddat ichida sizning arizangizni ko'rib chiqishi shart. Odatda bu muddat 10 ish kunini tashkil etadi. Agar bu muddatdan kechiksa, siz shikoyat qilishga haqlisiz. Bu muddatni bilish sizga jarayonni nazorat qilish imkonini beradi. Shuning uchun yuqoridagi barcha nuanslarni inobatga olgan holda har doim ogoh bo'lish, rasmiy ma'lumot manbalariga tayanish va zarur hollarda huquqiy maslahat olishdan tortinmaslik kerak. Bu sizning pensiya ta'minotingizning barqarorligini va oshishini ta'minlashda asosiy omillardir. Amaliy maslahatlar nimalar qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga keldik. Pensiyangiz oshishidan to'liq foydalanish uchun siz nimalar qilishingiz kerak? Bu yerda sizga aniq qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, ma'lumotlarni doimiy tekshirib boring. Yuqorida aytib o'tganimdek, inflyatsiya indeksatsiyasi va minimal pensiya oshishlari odatda avtomatik ravishda amalga oshiriladi. Biroq sizning pensiya miqdoringizni har oyda tekshirib borishingiz zarur. Bank hisobingizga tushadigan pul miqdori oldingi oydagidan farq qilsa, bu oshishlarni aniqroq tushunish uchun siz pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Qayerga borish kerak? Tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga. Nimalarni so'rash kerak? Sizning pensiya miqdoringizning oshganligi sabablarini va yangi hisoblash asosini so'rang. Pensiya jamg'armasi xodimlari sizga bu haqda to'liq ma'lumot berishga majbur. Agar sizda mobil banking ilovalari bo'lsa, shu orqali ham tushumlar tariqasini kuzatishingiz mumkin. Ikkinchi qadam, o'z pensiya ishingizni qayta ko'rib chiqishni so'rang. Agar shubhangiz bo'lsa, agar siz pensiya tayinlashda yoki uning miqdorini hisoblashda satolik bo'lgan deb hisoblasangiz yoki sizning qo'lingizda pensiyangizni oshirishga yordam beradigan yangi hujjatlar paydo bo'lgan bo'lsa, masalan, qo'shimcha mehnat stajini tasdiqlovchi hujjat, ish haqi to'g'risida aniqroq ma'lumotnoma, darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Tuman shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki salq qabulxonasiga. Nimalarni tayyorlash kerak? Pasportingiz, pensiya guvohnomangiz, mehnat daftarchangiz yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Pensiya hisoblashda e'tiborga olinmagan deb hisoblayotgan. Qo'shimcha hujjatlaringiz, masalan, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma, arxiv ma'lumotnomalari, sud qarorlari va boshqalar. Nima yozish kerak? Siz pensiyangizni qayta hisoblashni so'rab ariza yozasiz. Arizada aniq sabablarni va qaysi davr yoki hujjat bo'yicha satolik yuz berganini ko'rsatishingiz lozim. Ariza namunasi pensiya jamg'armasida bo'ladi. Ular sizga yordam berishadi. Murojaatingizni ikki nusxada tayyorlab bir nusxasiga qabul qilinganligi to'g'risida belgi qo'ydirib oling. 3-chi qadam, davlatning rasmiy qarorlarini kuzatib boring. Hukumat tomonidan pensiyalarga qo'shimcha ustamalar yoki alohida toifalar uchun yangi imtiyozlar haqida qarorlar qabul qilinganda bu haqda ommaviy axborot vositalarida, gazetalar, televideniya, rasmiy veb-saytlar e'lon qilinadi. Bu xabarlarni diqqat bilan kuzatib boring.
Qayerdan ma'lumot olish mumkin? Adliya Vazirligining normativ huquqiy hujjatlar portali Lex.uz. 2. Pensiya jamg'armasining rasmiy veb-sayti Pensiya.uz uchun milliy televideniye va radiodagi yangiliklar. 4. Ishonchli xabar agentliklarining saytlari. Agar sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha imtiyozlar yoki ustamalar haqida ma'lumot topsangiz, ammo bu sizning pensiyangizga avtomatik ravishda qo'shilmagan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Ba'zi hollarda imtiyozlarni qo'llash uchun shaxsiy ariza talab etilishi mumkin. 4. Qadam pensiya masalalari bo'yicha maslahat oling. Agar sizda biron bir savol tug'ilsa yoki yuqoridagi jarayonlar sizga murakkab tuyulsa, malakali mutaxassislardan maslahat olishdan tortinmang. Qayerdan maslahat olish mumkin? 1. Tuman, shahar pensiya jamg'armasining konsultatsiya eksonasi. Idu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.gov.uz orqali yuborilgan murojaatlar. 3. Salq qabulxonalaridagi yuristlar. 4. Ba'zi jamoat tashkilotlari va xayriya jamg'armalari pensiya masalalari bo'yicha bepul maslahatlar berishi mumkin. Savollaringizni aniq shakllantiring va barcha mavjud hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib boring. Bu maslahatchilarga sizga samarali yordam berish imkonini beradi. Maslahat olish jarayonida barcha savollaringizga to'liq javob oling va tushunarsiz joylarini qayta so'rashdan uyalmang. Unutmang, sizning pensiya huquqlaringiz davlat tomonidan himoyalangan va siz ulardan to'liq foydalanishga haqlisiz. Faqatgina o'zingizning huquqlaringizni bilishingiz va ularni himoya qilishga intilishingiz talab etiladi. Bu o'zgarishlar sizning hayotingizni yanada yaxshilashga qaratilgan, shuning uchun ulardan to'liq foydalaning. Xulosa va yakuniy chorlov, hurmatli do'stlar, bugun men siz bilan to'g'ri podcastda yadda tayil qo'yta to'takta tapteshiyatda pentaminta siyaga qayyaga chiqqan barcha fuqarolarimiz uchun muhim bo'lgan to'rtta asosiy pensiya oshishlari haqida batafsilga kirib berdim. Biz inflyatsiya indeksatsiyasi enkam iste'mol xarajatlarining oshishi, hukumatning maqsadli qarorlari va shaxsiy pensiya hisoblashdagi xatolarni tuzatish natijasida yuz berishi mumkin bo'lgan oshishlar haqida so'zlashdik. Bu oshishlar sizning oylik daromadingizni barqaror ushlab turish va turmush darajangizni yaxshilashga yordam beradi. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z pensiyangizga nisbatan befarq bo'lmang, uni kuzatib boring va har doim o'z huquqlaringizni biling. Agar sizda savollar bo'lsa yoki o'z shaxsiy hikoyangizni baham ko'rmoqchi bo'lsangiz, iltimos izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning har bir izohingiz biz uchun qimmatlidir. Videomiz sizga yoqqan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelajakda yanada ko'proq foydali ma'lumotlarni tayyorlashda yordam beradi. Sog' salomat bo'ling va munosib keksalik sizga hamroh bo'lsin. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha